farishtalarni asl qiyofasida ko'rish mumkinmi? Asl qiyofasida ko'rish mumkin emas. Chunki ular nurdan yaralgan bo'lganligi uchun inson toqati uni ko'rishlikka yetmaydi. Shuning uchun asl qiyofasidan boshqa bir qiyofaga o'tsa, masalan, inson ko'rinishiga kiradigan bo'lsa, shunda ko'rishi mumkin. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida Jabroil alayhissalom notanish bir kishi suratda kelganligi yoki Banu Qurayzaga payg'ambarimiz qo'shin yuborishdan avval Jabroil alayhissalom Dihyatul Kalbi ismli sahobani ko'rinishda kelganligi. Shular misol bo'lishi mumkin. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni o'zining asl suratida 2 marta ko'rganlar. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Birinchisi ana shu payg'ambar bo'lganida Hirodan tushib kelayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rqib, "Ey Muhammad" degan ovozni eshitdim dedilar. Boshimni ko'tarib qarasam, Jibril osmon bilan yer o'rtasidagi muallaq arshida o'tirar edi. 600 ta qanoti bor edi deydi. Boshimni qaysi tomonga burmay Jabroilni ko'rardim deydi. Ya'ni bu Jabroil alayhissalomda qanchalar katta farishta ekanligini dalili. Biz aytgan oyatda aytildi, tahqiq Muhammad alayhissalom uni Jabroil alayhissalom 2-marta Sidratul Muntahoda ko'rdi. 2 martagina ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi siz bilan biz farishtalarni ko'rishimiz mumkin emas.